Telegramingizga kod kelmayapti, to'g'rimi? Ko'p usullarni sinab ko'rdingiz, baribir kod kelmayapti. YouTube'ga kirdingiz, qidiryapsiz, ustiga olib boryapsiz, lekin baribir o'xshamayapti. Ayni o'rtoqlar, YouTube tarmog'ida yo'q va sizlarga aniq o'xshaydigan usulni o'rgataman va video davomida sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Hozir meni qo'limda aynan iPhone smartfoni, ya'ni iOS tizimiga ega smartfon. Sizlarda Android bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Xo'p, nimaga kod kelmayapti? Nimaga kira olmayapmiz? Ko'p urinib so'rab qolyapti yoki kirish imkoniyati bo'lmayapti. Nima qilish kerak o'zi degan savol bor. Xo'p, bizni hozirgi vaqtda tavsiya etadiganimiz Telegram Messenger. Ko'k. Yo, buni ham sinab ko'rdik, o'xshamadi. Yo, o'xshaydi, qanaqa holatda? Siz agar bu o'zingizni sinab ko'rgan bo'lsangiz, o'xshamagan bo'lsa, birinchi usuli boshqa smartfonni ham sinab ko'ring. Qanaqa qilib? Ya'ni sizning uyda 2-3 ta telefon bo'ladigan bo'lsa, boshqa uydagi opingizni yoki akangizni telefonlarini olib yoki ukangizni telefonlarini olib, o'zingiz sinab ko'ring. Ana shu raqamingizni kiriting va yuborib ko'ring. Agar unda ham kelmasa, siz ikkinchi usulga o'tasiz. Ya'ni sizga Telegram X yordam beradi. Qidiruvga Telegram X deb qidiruv berasiz. Endi bu iPhone qurilmasi yo'q ekan yoki pulsdan foydalansangiz bo'ladi. Kirasiz, telefon raqamingizni kiritasiz va mana shu Telegramga ham albatta kod keladi. Agar kod kelmaydigan bo'lsa, ikkinchi usul sinab ko'rasiz va uchinchi usulga to'g'ri kelamiz. Nimaga? Agar mana shu usullarning hech qaysi yordam bermasa, siz boshqa telefoningizni qurilmasi, ya'ni shu masalan internetingiz on turgan bo'lsa, internetni o'chirasiz, kimdirdan Wi-Fi taqadi, Wi-Fi orqali kirasiz. Yoki Wi-Fi yo'langan bo'lsa, naborot, ya'ni shu internetingiz orqali sinab ko'rasiz. Unda ham o'xshamasa, telefoningizni o'chirasiz va 5 soniyaga o'chirasiz. 5 soniya o'chirganingizdan so'ng telefoningizni qayta yoqasiz va qayta sinab ko'rasiz. Pilot rejimini yoqib, qayta o'chirib sinab ko'rasiz. Albatta o'xshaydi. Yana bitta narsa, hozirgi vaqtda bu holatlarda ham o'xshamasa nima qilaman deydigan bo'lsanglar, Telegramda menga yozsanglar, men sizlarga yordam beraman. Обязательно o'xshaydi. Bemalol u darajaga kelmaydi, xudo xolasa. Mana shu aytilgan narsalarni har birini videoni oxirigacha ko'rib, sinab ko'rsanglar, albatta sizlarga o'xshaydi. Menimcha sizlarga videomiz foydali bo'ldi. Sizlar bilan Nevirus kanali bo'ldi va Eldorjon bo'ldi. Keyingi videolarda qiziqarli ma'lumotlarni ulashib boramiz. Kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.